Assalomu alaykum brifing qatnashuvchilari. O'qituvchilarning ilg'or tajribasi va faoliyati davomida qo'llanib kelayotgan metodikalarni ommalashtirish to'g'risida olib borilayotgan ishlar haqida. O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha maktab ta'lim vazirining 2026-yil 27-fevraldagi o'qituvchilarning ilg'or tajribasi va faoliyati davomida qo'llanib kelayotgan metodikalarni ommalashtirish to'g'risidagi 84-sonli buyrug'iga asosan joriy yilning 10-apreliga qadar Qoraqalpog'iston Respublikasi miqyosida o'qituvchilar tomonidan ommalashtirish avloniy.uz platformasiga jami 6249 ta ish kelib tushgan. Platformaga kelib tushgan ishlarni ko'rib chiqish asosan 2 bosqichda amalga oshirilgan bo'lib, birinchi bosqich texnik ekspertiza. Mazkur bosqichda metodik ish va unga ilova qilingan hujjatlarning belgilangan talablarga muvofiqligi, hujjatlarning to'liqligi, antiplagiat xulosasining mavjudligi, platformaga to'liq va to'g'ri joylashtirilganligi tekshiriladi. Mazkur bosqichda texnik ekspertlar tomonidan 5456 ta metodik ish keyingi bosqichga o'tkazilgan bo'lib, 793 metodik ish rad etilgan. Ikkinchi bosqich mazmuniy ekspertiza. Mazmuniy ekspertiza metodik ishni baholash mezonlari asosida pedagogik mahorat markazining o'quv metodik kengashlari tomonidan 8 ta fan yo'nalishlari bo'yicha amalga oshiriladi. O'quv metodik kengash tarkibi metodik xizmat ko'rsatish bo'limi metodistlari, kafedraning professor o'qituvchilari, ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalari agentligi tizimidagi fan mutaxassislari, umumta'lim muassasalarining tajribali va ijodkor o'qituvchilaridan iborat. O'quv metodik kengash jami 102 nafar kishidan iborat bo'lib, bugungi kunda baholash jarayonlari davom etmoqda. Jarayon 15-mayga qadar to'liq yakunlanishi belgilangan. Baholash natijalariga ko'ra 50-65 ball tuman shahar miqyosida ommalashtirilgan hisoblanadi. 66-80 ball Qoraqalpog'iston Respublikasi miqyosida ommalashtirilgan deb hisoblanadi. 75 balldan 80 ballgacha bo'lgan qismi esa respublika miqyosida ommalashtirish uchun tavsiya etiladi. Bugungi kunda jarayon mazmuniy ekspertiza tomonidan amalga oshirilmoqda.